qadrimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Halamla bilen böyle. Dayımla bilen böyle. 100 yaşlara girermiş. 200 yaşına girermiş. Süplen. Ağır qadam tashlab yuraman, dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Qalamlarim ko'zlarini yopay, yoningizga yuguray chotay, keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor, kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam, kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, ko'zlarida mehri bor dadam, kamtar dadam, xokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Ana ata tabriklayman. Günleriniz uzak olsun. Bizleri baxtımıza sağlamanız olun. Sizin hamisha xonadonimizda yaxshi kun bo'lsin. Shu yaxshi kunlarda sizlar hamisha bosh bo'lib turinglar. Ularning shuna oqibat sog'liqlarni ko'proq shularni to'ylardan lazzatli qiling, boshini o'tinglar. Sizni yaxshi ko'ramiz hammamiz. Shu doyixon nomidan, xalonlar nomidan tabriklaymiz. Omon bo'lib, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ana otama tilaklaringiz bo'lsa aytinglar. Boshini aytib, bir chetdan aytasizlar. Shu umri uzoq bo'larkan, bizga opam bilan teng qarashkay. Çoğuluklarına qatını görüp, toylarını görüp birge Xudoy sağ salamet. Sizga aytasizlar. Qanday qiling, vallarni aqtiqlari, cho'liqlari rohatini ko'rib turing. 100 yoshlarga kirganda bizlar 100 yoshga kirdilar ham juda ko'p bo'ladi. Bizlar dostumuzda sağlamay Baxtına selamet yürgeysin. Şu çoluk koyunam kaybı baş umurunda. Aman Allah tebrik ederim. Dünyada inşa durgaysınız. Enem bilen denk aragaysınız. Şu aktif çoğuluk yaptıklarım görgeysizler. İslam bir sıktım kalktı yaxşı geledeyken. Atamı tebriklemek geçkerek demek geldi size. Yoningizga yuguray chotay, keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmagan